Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Qorasuv uylari va sizlarga bitta yomon va bitta yaxshi xabarim bor. Xo'p, yomon xabardan boshlasak, yomon xabarlarimizdan biri xonadonlarimiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi blokimiz sotib bo'ldik deyarli. Bu yerda xonadon qolmadi hisob. Mijozlarimiz hammasini sotib olishdi. Bir xillab, ikkitalab, uchtalab, hattoki 8 ta xonadongacha olgan bitta mijozimiz bor. Tasavvur qiling, bitta odam 8 ta uy olyapti. Qiziq-a? Xo'p, yaxshi xabarimizdan biri bu tomonda yo'l ustida joylashgan obyektimiz, ya'ni blokimiz 4-chi, 5-chi, 6-chi blokimiz sotuvga chiqqan. Ushbu bloklarimizda siz xohlagan qavatdan va xohlagan kvadraturadan xonadon mavjud. Ko'nglingizga qanaqa xonadon kerak bo'lsa, barchasi bor. 1 xonalikmi, 2 xonalikmi, 3 xonalikmi, xohlasangiz 4-5 xonalikgacha variant qilib bera olamiz. Pastki qavatdan deysizmi, farqi yo'q. Xo'p, bu yoqdagi blokimizni afzallik tarafi nimadan iborat? Birinchi o'rindan katta ko'cha ostida joylashgan, yo'l ustida joylashgan hamda birinchi qavatlari magazin. Magazin, bog'cha, klinika, poliklinika, xullas qilib aytganda nima ehtiyojingiz bo'lsa, hammasini qondiradigan targ'ibot sentr, mini targ'ibot sentr desak ham bo'ladi bu joyni. Hozirgi qurilish holatimiz bo'yicha aytib o'tsak agar, 1-chi, 2-chi, 3-chi bloklarimiz hozir 2-chi qavatga qad ko'targan. 4-chi, 5-chi, 6-chi bloklarimiz katlavon qurish jarayoni ketmoqda va eng muhim joyi ushbu 6 ta blokimizni hammasi 2027-yilda o'z egalariga topshiriladi. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, o'rtalar bola maydonchasi, parkovочное место, podъезд kirish yo'laklari, trotuarchiklari. Xullas qilib aytganda, xuddi shunaqa dizayn, xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lib quriladi. Endi eng muhim pallasi, men o'zi necha pul to'lashim kerak sizdan xonadon xarid qilish uchun. Masalan, siz bir xonalik xonadon xarid qilmoqchisiz. Bir xonalik xonadonimiz o'rtacha 40 metr kvadrat. Oylik to'lovlari 4 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Unda qavatiga qarab farq qiluvlar. O'rtacha 5 million 200 gacha, ya'ni 5200 dan pastki qavatdan bemalol bir xonalik xonadon xarid qilsangiz bo'ladi. Endilikda 2 xonalik xonadon. 2 xonalik xonadonlarimiz 7 million so'mdan boshlanadi. Bosh to'lovsiz. Bu aytib o'tgan narxlarim hammasi bosh to'lovsiz. 7 million so'mdan boshlanadi to 8,5 milliongacha. Qavatga qarab farq qiladi aytib o'tganimdek. Agarda pat ключ kerak bo'lsa desangiz, pat ключ ham qilib beramiz. Pat ключ xonadonlarimiz ham bor. Ularni ham bo'lib to'lashini oltmishvoyga bo'lib to'lashga xarid qilasiz bemalol. Agarda sizga yangi bloklarimizdan qaynoqqina xonadonlar, o'zingizga mos, ko'nglingizga mos xonadon kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Xayr, ko'rishguncha xayr, sizlar bilan Qorasuv uylari.